Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga qarashli Koson shaharchasi Zardushtilik dinining muhim markazlaridan biri bo'lganligini bilarmidingiz? Muxtepa va Sitpiri Komil qabristonining bunga qanday aloqasi bor? Tarixga yuzlanishning vaqti keldi, zero moziga qarab ish ko'rish xayrlikdir. Farg'ona vodiysidagi qadimiy Koson shahrida eramizgacha bo'lgan 2-asrga oid Zardushtiylar otashkadasining qoldiqlari buni tasdiqlaydi. Otashkada Zardushtiylik dini ibodatxonasi sanaladi. 12-asrda yashagan Shahristoniy Kosonda otashkadalar bo'lganini va bu yerning asosiy aholisi Mo'g'lar ekanligi haqida yozadi. Hozirgacha qadimiy Koson shahri xarobalari joylashgan tepalikni mahalliy aholi Muxtepa yoki Muxxona deb ataydi. Zardushtilikda ruhoniylarni Mo'g'lar deb atashgan. Mo'g'lar Zardushtilik dinining bilimdonlari bo'lishgan va Avestodagi duolarni yoddan bilishlari kerak bo'lgan. Bugun biz ishlatadigan magistr so'zi ham Mux atamasi bilan bog'liq. Shuningdek, aynan ushbu tepalik yonida qadimiy Sitpiri Komil qabristonining joylashganligi ham fikrlarimizni tasdiqlaydi, deb yozadi olim Adhamjon Ashirov. Chunki Zardushtilik dinining tartib qoidalariga ko'ra otashkadalar odatda shahar chetidagi qabristonlar yonida bunyod etilgan. Demak, yuqoridagi fikr mulohazalarga asoslanib, qadimiy Koson shahri ham Zardushtilikning markazlaridan biri bo'lgan deyishimiz mumkin. 9-10-asrlarga kelib, qadim Koson o'zining avvalgi siyosiy mavqeini yo'qota boshlagan. So'ngra u hozirgi Kosonsoy shahrining o'rniga ko'chgan hamda Kosonsoy vohasining iqtisodiy va madaniy markaziga aylangan. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan qo'llab-quvvatlang hamda Dervish Not sahifasiga obuna bo'ling.